darvozaga zaklatib bergansiz, na egasi bor, na telefonini ko'taradi, na darvozani olib kelib ustanovka qiladi. Shunaqalar ko'payib ketdi. Men esa sizga ishonchlisini tavsiya qilaman. Sizga darvoza kerakmi? Yoki shohona so'rilar kerakmi? Yoki bundan buyog'iga kunlar isiganda mana shunday kachelalar kerakmi? Maza qilib o'tirish uchun sizlarga ishonchlisini tavsiya etib qolaman. Assalomu alaykum Sardor O'zkan hurmatli tomoshabinlar. Biz hozir Namangan shahriga keldik, Voyt akamiz oldilariga, sexlariga va bu yerda hozir egalariga chiqib ketib turgan va yangi turdagi darvoza hamda kachelalarimizni, so'rilarimizni, yangiliklarni sizlar bilan bo'lishamiz. Endi xudo xolasa unaqa holat bo'lmaydi. Siz bemalol ishonch bilan aytishim mumkin, pastda nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqarasizlar, o'zlari borib ustanovka qilib berishadi, o'zlari o'lchab olishadi va bemalol xudo xolasa bu yog'iga ishonarlisi. 5 yildirki mana biz birgalikda ishlab kelmoqdamiz va yuzimiz yorug'. Xudo xolasa sizlarga shuning uchun qo'rqmasdan tavsiya beraman. Agar sizga darvoza yoki hozir aytib o'tgandek kachela so'rilar kerak bo'ladigan bo'lsa, temir ishi nima bo'ladigan bo'lsa, hammasini qilib berishaveradi. Qolganlarni to'liq ma'lumotlarni videoning davomida beramiz. Sizlar bittadan like bosib qo'ysalaring bo'ldi. Usta Voyt akamizlar. Assalomu alaykum. Meni qadrdon ko'rinmaydigan do'stlarim, tinchmisizlar? Xudo xolagan bo'lsa, yana bitta mana darvozamiz nejni, salutni, skrovni, boshqa narsa yo'q darvozamiz. 2 qavatli shumkali qilib qilingan. Klient o'zlari ham, didlari ham, vkuslariga ham gap yo'q. Kutganlardan ham ziyod chiqdi. Mana shu darvozani, hamma darvozani umid bilan qilinadi. Qanaqadir ishlari bo'lishi ham, tayyor bo'lishlari ham hammasi bir ajoyib chiqib keldi. Rangi ham mana nejni, skrovni, boshqa narsa yo'q. Hamma narsasiga e'tibor bilan. Xudo xolagan bo'lsa chiqazorish oldidan syomka. 2 qavatli darvozamiz bu. High-techga yangi fasonida. Yangi fasoni, yaltiroq qo'yilmagan, nima qilinmagan. Klient talabiga qarab qilingan. 2 qavatli, o'sha 1.8 lista bo'lgan, 2 ta yo'ni tegi odatdagidan shivellar. Darvozamiz endi 3.54, balandligi 2.90. Xohlagan razmerga qilib beramiz. Eshigi ichida desalar ichida, adden desalar adden. Adden, ha? Mana darvozamiz kvadrat metr, bu darvozamiz 1.400.000 so'mdan. Mana shu To'raqo'rg'on yo'liga pitsa fabrikasi tevasga o'rnatilgan darvoza. 2 ta oshna buyurishgan, ikkinchilarniki ozgina ishi bor. Tayyor bo'lyapti. Bu mahallamiz, o'zimiz oshnamizlar birga chetda ishlab turib zakaz berishdi. Xudo xolagan bo'lsa mana darvozani xohlagan tomondan ko'rsa bo'ladi. Kvadrat metr 1.400.000 so'mlikdan shuning uchun aytishgan, egasini o'ziga bog'liq deyshadi. Ishda tez bitishi va chiroyli chiqishi ham menimcha egasiga ham bog'liq. Bunga nima deysizlar? Lekin rangi haqiqatdan juda ham skromniy, menga yoqdi. O'zingiz ham mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Uyingizni ham juda chiroyli qilib yuboradi. Mana bu darvozamiz yana bitta high-tech darvozamiz. O'sha odatdaginda. Bu ham bitta Tolibxon degan oshnamizga qo'yamiz. Shu yerga suv xo'jaligi yo'llarida o'ylari. Darvozamiz eni 4 metr, balandligi 4.20. Baland bo'lib tursa ham. Isuzu kirishini hisobga olingan. Mana tepagacha ochilganda xonadonga xotirjam 2 oshnaqaligi yuki bilan ishlaydi. Shunga Isuzu 3.30 gacha kirishini hisobga olib qilib berganmiz. Tevada 70-75 santim ochilmaydigan qism o'shanga muvozanatda olingan. Darvoza kattaligini hisobiga materiallarni o'sha hamma tozasini ishlatilgan. O'zi hamma darvozaga yaxshi material ishlatiladi. Bunga o'sha 10 ga 5 dan qo'yib qilib berilgan kattaligini hisobiga. Ko'proq 8 ga 4 qo'yiladi. Chunki darvozaning eshigi ichida bo'ladi, addeni bo'ladi. Material o'sha klientga tushuntirib berishimiz shuning uchun bo'ladi. Bu darvozamizda o'sha kvadrat metr 1.400.000 so'mdan 1.5 million so'mgacha olinadi. Material ozgina qo'shiladigan bo'lsa, puli qo'shiladi. Bo'lmasa 1.400.000 so'm peshanasiga bitgan. Qondiga yaltiroqlarni qo'yib qilib beriladigan bo'lsa 50.000 so'mdan qo'shimcha. 1.450 dan bo'ladi. 2 qavatli shumkali qilib qilinadi. Buni masalan 1 qavatlilari ham, boshqalari ham bo'libdi. Aslan bu darvoza sifatida 2 qavatligi bilan. Og'ir zo'r darvoza bo'lishi uchun. Kutganga yarasha chiqishligi shun bilan. Darvozamiz Xudo xolaganimiz nihoyatda chiroyli. Kimga qanaqa savol? Hozir ham o'rnini yo'qotgani yo'q. Shuning uchun ruchnoy rabota high-techni mana ko'pchilik yaxshi ko'radi. Bu hali beri yo'qolmaydi ham. Chunki bosim bag'iga high-tech o'tib ketyapti-da. O'yla ham high-tech bo'lyapti. Xudo xolagan bo'lsa, bundan zakazlarimiz juda seroq. Yoqqanlarga mana Xudo xolasa kommentariyada tavsiya qilamiz. Behijolat, albatta. High-tech darvozamizni arzonroq varianti. Bu ham o'sha 2 qavatli qilib, shumkali qilib qilingan mana. Buni xizmatini qilaveradi. Xotirjam qiladi. Chunki 2 qavat, orasi 2 kilovat so'li shumkali qilib, nihoyatda listda farq qiladi. Mana uniki 1.8 bo'lsa, buniki 1.3 ga yaqin. Shuni tomonidan 2 qavatli shumkali, xohlasalar shu yerga ponna yaltiroqlarni qo'yiladi. Bu darvozamiz ham o'sha qarshiga chiqadigan darvoza. 2 qavatli shumkali qilib, orasiga stiklavatlarni qo'yib, orqa tomondan ham ko'rsatib beraman. Mana oldida nima gap so'z bo'ladigan bo'lsa, orqa tomoni
Mana shu oshig'i bilan farq qiladi xolos. Mana. Xudo xohlagan bo'lsa kutgandan ziyod. Mana orqasiga ham o'sha nerjavakalarni bir xil qilib qo'yib beriladi. Orqa tomonni bilinishi mana shu vibra bo'rtib chiqqanidan, ili mana shu oshig'idan. Shu narsa qolganida hamma yo'g'i ashini nima anaqasi bo'lsa, o'shani o'zi. Buni orqasini tekis variantini ham qilsa bo'ladi. Bo'ladi, undan mana u sifatni zo'r beradi. Ha. Bu shunka bo'lganligi uchun. Shunkaligi orasi kilovatt so'ganingiz hisobiga amallar bo'rtib chiqadi. 2 qavatligimiz nech pul chiqadi? 2 qavatligimiz 900 ming bilan 1 million orasida chiqadi. Bu narsani o'sha klientga tushuntiradigan joylari bor. Bu narsani o'zlariga tushuntirib beramiz. Bo'ldi. Arzonroq variantlar ham bor, lekin sexda olingan narsaga arzon narsani ko'rsatilmaydi. Sababi sexi ishi bilan bozor ishini farq qiladigan joyda ishlaydi. Ana shu yerda farqi bor. Bozorga kerak bo'lsa 570 mingdan ham tayyorlab berishlari mumkin bo'ladi. Ha shunday. Chunki masallig'i bu yerda yaxshisini ishlatiladi. Hali bizdan ketguncha, egasiga ketguncha qilinmaydi. Hozir ana bu yerda bitta Farg'onaga chiqadigan darvozam bor. Atayni orqa tomoniga ishlangan holatini, oldin ishlanmagan holatini qo'yib qo'ydim. Klientlarga ko'rsatib tushuntirishlik uchun. Albatta. Mana bu darvozamiz ham juda chiroyli chiqqan. O'zingiz ko'rib baho berasiz. Ayniqsa tepalarida havo aylanadigan joylari bilan juda chiroyli qilingan. Bu haqida endi Voyt akamiz o'zlari. Darvozamiz o'sha rushnoy darvozalarni bir qavatli o'sha 1 milliondan TVdagini xizmatini qilaveradi. Bu ham kak rushnoy 1.25 ga 2,5 list to'rg'ab qilinadi. Nihoyatda 3,5 list. Chunki bundan oshig'ini nima bosmaydi. O'sha shishaviy deydi, rushnoy xotirjam xizmatini beradi. O'sha kesaki yondorlarni shivellar qilib ishlash kerak bo'lgan toza materiallarni qilib 1 kvadrat metr 800 mingdan bor o'rnaydi. Ha, 800 mingdan bor. Kechat olmayman, rushnoyga imkonim sal nimalik qilyapti degan odamga bu o'rtada. Xotirjam tavsiya qilinaveradi. O'sha rushnoy kak puli shtamdan xiyol qimmatroq. Bir qavatligida. Masalan, shtampovkani ham hozir yana nimalarni ham tushuntirib beraman. Orqa oldiga vibralarni qo'yib, bundan kачествоli qilib rushnoy xizmatini qiladigan qilib beramiz. Lekin rushnoy o'zi sifat bo'lsin deganlarga buni tavsiya qilaman. Chunki bu qolipda chiqadigan narsa emas. Qo'l mehnatida bo'ladigan. Kvadrat metr 8 ming so'mdan rangini xohlagan svet sochib beramiz. Kesak yondorlar, shivellar bo'ladi, ikkita yo'ni tagi, listlarimiz mana gulini ham eshigini addenligiga moslab, rangini, sifatini xohlagan ideyaga olsa bo'laveradi. TVsini ochiq, yopiq, boshqa nimada qilib berilaveradi. Puliga daxli yo'q. Lekin menga ochig'i yoqdi. Sizga qaysi biri yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiring. Mana biz soqqa-poson darvozamiz, buni el biladi. Larga va birinchida ko'rsatgan darvozamiz bilan mix qilib, buni o'sha skromniga olingan. Hozir shu kecha kunimizda nihoyatda talab kuchli-da bunga. O'zi hozir masalan 2-3 ta klient bilan gaplashib turibman. 18 zakasini oldim. Zakas tomonidan, sifat tomonidan, material tomonidan xudo xolis hijolat qildiradigan emas. Shu hozir bitta okamlar bilan gaplashib turibman. 1 qavatdan 2 qavat o'rtasida muvozanatda turibmiz. Yo 1 qavat qildiramiz, yo 2 qavat. 1 qavatli bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsa bo'rtib chiqqan bo'ladi, orqasi ochiq bo'ladi. 1 million 150 ming so'mdan sifat, ko'rinish, hamma narsa shu. Bir xil. 2 qavatli bo'ladigan bo'lsa 100 dollardan bo'ladi. Mana orasiga 1 kilovat so'r shumkali qilib bergan bo'laman. Shunisi bilan farq qiladi. Darvozamiz 4 metrga 370, joyga tushsa tayyor sotuvdagi darvoza. Bu ham bemalol chiqazib yuboraveramiz. Kimga qanday bo'lsa, materialni o'sha hamma tozadan ishlatilgan, kesakilar ikkita yon tak shivellar bo'lgan. Zakasga deysiz, xohlagan razmerda borib joylarni o'lchab qilib beramiz. Yo'q, tayyorini chiqazib yubor deysiz, klient erta telefonsiz ertaga borib o'ynaydi. Xudo xolasa. Endi mana shu yerda bitta savol sizga. O'zingiz 1 qavatlidan qilgan bo'larsizmi, 2 qavatlidan qilgan bo'larmisiz? Hamyon. Xizmati bir xil. Hech nima joyi yo'q. Masalan, 100 ming, 150 ming so'mdan qo'shilayotgan pul darvozaning ichiga o'shig'i bilan kiradi. Bilgan odam shuni qiladi. Sababi 10 kvadrat darvozaga 100 dollardan qilib beradigan bo'lsa, 150 mingdan farq qilsin, 150 ming so'mdan farq qiladigan bo'lsa, 1,5 million so'm. 1 kilovatga solaman. 3 ta u yoq bu yoq listni ishlatasiz. List ketadi. Qanday ishlaydi? Iloji yo'q-ku. Endi hamma imkoniyatdan kelib chiqqan holatda, lekin shumkali bo'lgani, 2 qavatli bo'lgani ham darvozangiz og'ir bo'ladi. Ertaga shamol yoki boshqada xotin chiq, eshik ushlab tur degan narsa bo'lmaydi. O'zi bilan. Baribir. O'zi bilan birga ketadi. Farzanddan farzandga qoladigan narsa. Imkon bo'lsa 100 so'mga qiziqilmagani ma'qul. Shuning uchun aytib o'taman, darvozani, boshqani har kuni qo'yavermaysiz. Har yili qo'yiladigan narsa emas. Bir qo'yganga yarasha chiroyli, skromli va ishonchli joydan qo'ydiring. Hozir tushuntirgandim. Shtampovli darvoza, orqa ko'rinishi. Bu darvozamiz Farg'onaga
chegara bilan shuna qo'shnilar. Chegaraga, bir devorlar, akamlarning o'ylariga qo'yiladigan darvoza. Syomkaga chiqaz bering deganlari uchun hozir darvozalarning orqa tomoni tayyor, oldi tomoni ishi bor, gruntovka hali sochilmagan. Shunga orqa tomonni oldindan ko'rsatyapman. Ertaga syomkaga polni bitgan holatini chiqaza olmayman deb. Mana orqa oldi vibra qilingan. Hozir mana shu turishi orqa tarafimi? Orqa ko'rinishi. Mana bu oldi ko'rinishi. Bu oldi ko'rinishi. Oldi ko'rinish. O'shaning uchun orqa tomonini akamlar lavz qilganlari uchun, sel qilganlari uchun mana syomkaga tushirib beryapman. Farg'onaga o'sha nimani yo'ni tamojniyni. Darvozamiz bir qavatli. Orqa oldi vibrali, mana material. Bu rushnoyi anini o'rtasidagi muvozanati deganim. Kvadrat metr 750 ming so'mdan borib o'ynaydi, 1 kvadrati. Ikkita yo'ni tagi shivellar bo'ladi. Mana endi o'sha darvozamizni oldi ko'rinishi. Mana muvozanasi turganda mana shunchalik uritganim. Mana ikki tomonlari qiyg'och qilib qo'yib qo'yilganda, mana vibra orqa tomonda ham, oldi tomonda ham. Mana tak ishlanishi darvozani mana nolga olib, hamma yo'g'ini. Hozir mana force qilib qilingani mana profillari. Ishlash kerak bo'lgan bu toza materiallari, hamma narsaning eng oliysini ishlatilgan. Hozir orqa tomoni mashina o'zi, bu oldi ko'rinishi. Gruntovkani sochib, undagi ash kraskani 2 silo, 3 silo sochiladi. Mana undagi lakin uriladi. Orqa oldi mana eng oliysida bo'lganini xotirjam mana nolga ishlab mana. Bexijolatda mana. Shunga endi yana nolga ishlaganiga gruntovka sochiladi, undagi kras sochiladi. Mana shu darvozamiz mana kimga qanaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, gulini xohlagan svet sochib qilib berilaveradi. Lekin Hoji aka ularni orqa taraf deganingizga men ishongim kelmadi. Mana o'sha mashu. Oshiq-moshig'idan bilsa bo'ladi mana. Bilsa bo'ladi, mana bu orqa tomonda. Qaranglar mana ichkarida sentr zamogi, lekin haqiqatdan ustalarning qo'li gula, mana qarang. Xuddi ichkarida tashqarida o'tirgandek turishingiz mumkin bo'lar ekan. Unda o'ydan ko'rganda ham, kachisiga ham Mashina narsada ham orqa oldi bir xilda ham ko'pchilik tushunmaydi. Hazilakomga 600-700 ming so'm rasxot o'tib ketadi. Kirib ketadi. Bitta darvozada masalan ko'pchilik 500 mingdan qilib beraman, 600 mingdan qilib beraman debdi deydi. To'g'ri, qilib beradi, men ham qilib beraman. Masalan, mana shu orqaga nimasi, kraskachi, gruntovkasi, hazilakom 600 ming, 700 ming rasxotni shuni sochadigan bo'lsang 10 kvadrat bo'lsa 50 ming, 60 ming, 70 mingdan tushadi. Ancha farq bor. Farq qilayotgani. Oldidagisi-yu mana vibra mana ham oldida ham orqada. Mana shu ham 3-400 mingda ishlaydi. 3-400 ming degan 10 kvadrat 30-40 ming so'm. Ana bilan 100 mingdan o'tib ketdi. Bekorga emas, masalliq ichiga kiradi. Har bir narsada haliga foydani hammasini cho'ntas olmaymiz. Ichiga siqamiz biz ham. Hamma darvozdan foydamiz bir xil qilib chiqaveramiz. To'g'ri, shu narsaga qarash kerak. Xudo xolasa, mana bemalol aytishim mumkin. Endi sizlarga esa kachelalarda zo'rlarni ko'rsatamiz. Ishdan charchab kelganingizda ota-onangiz o'tirgan bo'lsalar, buni zavqini, buni kayfini o'sha ota-onasi bor insonlar va mashtaqangi kachelarda yoki uyda o'tirishgandagilar sezishi mumkin bo'ladi. Bu yerda faqat bitta narsa yoki o'zingiz yoki ota-onangiz uchun albatta hadya qilishni o'rni deb bilaman. Kachelar bundan buyog'iga kunlar isida va bemalol endi o'tirish va oilangiz bilan birga yoki har bitta kachelamizda yana bitta qulayligi hammasi yotadi, bemalol o'zingiz ham dam olishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi Tom & Jerry'da kinolardagidek bunday uchib maza qilib, faqat zamonaviy variantida. Menga mana bu juda ham yoqdi. Rangi, o'ziga mana mebelniligiga vaqti zo'r o'tiribdi akalar. Bitta baho berib qo'yasizlar. Voyt aka to'g'risi bu yerda gapim ko'payib ketib qoldi. Bu yo'g'iga endi o'zingiz narxlari va o'zi haqida. Mana kachelamiz. Toshkentga Chirchiqqa chiqib ketayotgan. Bu Toshkentga? Mana bu yerda Qirg'izistonga chiqib ketyapti. Bu Qirg'izistonga chiqib ketyapti bu. Qo'shni davlatga neytralkagacha yetkazib berish, o'zlari kelib o'sha yerga aytaman-ku, bor narsa mekanda o'zlari ishonmay kelishdi. Bu yerga. Kelib ko'rib hamma narsani gap yo'q deb ozgina zakolat berib, zakaz qilib ketishdi. Nasib qilsa ertaga ortib yuboraylik deyishayotgan. Neytralkaga yetkazib beradigan bo'lganmiz. Bularimiz mana Toshkentga, Chirchiqqa rangini ham, mebelini ham moslab qilingan. Bu o'sha kachelarimiz bu ham unga orqasiga o'sha leksiyani qadab beriladi. Mebel bo'lsa ham, taxtali bo'lsa ham puli bir xil. $500. $500. Qo'ldan kelganicha aloqachi qilsa skidka qilib beryapmiz. Hali Ramazondan chiqdi degan gap so'z yo'q. Bonusda o'z o'rnida.
qo'ldan kelganicha narx navosida ham, materialida ham skidkalar bor. Xohlagan svetda mana xohlansa bu pat bu qayerga chiqib ketyapti yo buni egalari qo'ng'iroq qilishaversin. Endi qilishaversin. Bemalol siras qilsa chiqazib yuboramiz. Xudo xolasa mana tayyor. Talab bor. Endi xudo xohlagan bo'lsa bu ham ozgina mana anunga qaraganda mana bu yerlarga o'zgartirish kiritib, ozgina nima qilingan mana. Rosa chiroyli chiqibdi aka. Ideyani ozgina yangilikka qaratilgan. Bu ham o'sha $500 qo'ldan kelgancha bunga ham skidka chiqarib beramiz. Mana dorozalarimiz ham, kacheralarimiz ham, karavotlarimiz ham etap-etap. Mana birimiz mana bu gulli-a? Gulli. O'sha mebeldan qo'yib beradi bu. Leksanini qo'yib, buni ham o'sha tayyor. $550, $600 vaqtda chiqazilgan, bu ham 500 so'm. Mana bu yerda mana arzon kachelarimiz 8 ga 4 lik. Mana xohlansa atayni leksanini qo'ymadikki, klient bilsin-da. Agar leksan qo'yilmaydigan bo'lsa 2.800.000 so'm, 2.800.000 so'm, leksanli qilib beradigan bo'lsa 3.200.000 so'm. Dastavkalari tekin. Masalan, ayrim bir joylarda sal qimmatmasmi deyishyapti. Dastavkalar O'zbekiston bo'ylab besplatni. Shundoq bo'lgandan agarda o'zim olib ketaman desanglar dastavkani, rasxodni men chiqarib berib qilib beraman. Bemalol. Ammo materiallarga sifat tomondan xudo xolasa hamma narsasi juda joyida. Mana bilamiz. Nima uchun bunday qilib qaraganimning sababini endi sizlarga aytib o'tib ketay. Gaplarini bo'lmaydi kutib turgan edim. Buni yig'iladigan variantda chiqarishgan edi. O'shandanmikin deb qidirdim, to'g'risi. O'shaning uchun bunday qilib qaragan joyim. Klientiga qarab qilib beriladi uni. Yig'iladigan variantda qilsa bo'ladi. Albatta, yig'iladigan variantlar haqida turibdi. Bu ko'proq o'ziga, Andijonga, Farg'onaga chiqib ketgani uchun, gabaritda bo'lsa ham haligisi yo'q. Shuni bitta laboga yuklab beramiz, olib chiqib ketaveradi. Mana atani men o'tirib oldimki, klient so'rayapti, ovozi bormi, boshqa. Mana bemalol, mana syomkada holat. Chunki o'zimda ham bor. Bu haligi tomondan emas. O'sha shu arzoni 3.200.000 so'mligi. Xohlansa ana orqada turibdi, mebel qadab beraman. Puliga daxli yo'q. 3.200.000 so'm. Agar mana leksan kerak emas desangiz skidka, yo'lkidan uzum qilib olaman desangiz skidka, puliga hech qanaqa xudo xolis xijolat qildirmaydi. Mana bu yerda mana o'sha qo'yib qo'yganimiz, atani mana taxta qo'yib, taxta qo'ymay, hamma narsani klientga tushuntirishlik maqsadida terib qo'yilgan bu yerda. Zo'r. Hamma narsa mana 3.200.000 so'mligi. Endi mana shu yerda oyoq qo'yilganidan qo'yishmabdi bolalar. Agar undan qo'yadigan bo'lsa, 3.800.000 so'mga aylanadi. Mana bu yerga o'sha rasxod bo'lgan. Mana tagida oyoq qo'yib o'tiradi. Oyoq qo'yib o'tiriladi, bundoq ko'tarilib. Bemalol. Mana bexijolat. Hamma narsasi o'ziga qarab. Ponni mana yotqiziladi. Zanjirlari bor. Zanjirlari bilan, Kichkina bolangiz bo'lsa, belanchak sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Mana. O'zingiz ham maza qilib yotsangiz bo'ladi. Boshlab. Bir kishi yon boshlab yota oladi, 4 kishi xotirjam o'tira oladi. Hamma narsasi mana bemalol. Savol bo'lyapti, mana xohlansa bunday qilib, xohlansa lazerda qilib beramiz. Mana bu. Bunisi ham farqi yo'q, aka. Farqi yo'q. Puliga daxli yo'q. Lekin men lazerni tanlagan bo'lardim. Bu yoqda esa shohona endi kachelalarimizdan tashqari bu yerda karavot, so'rilarimiz ham bor. So'rilarimiz. Ikkita, uchta o'sha vohaga chiqib ketadiganligi uchun taxtalarni qo'yib o'tirmadik. Chunki kraskaga olgan bolalar o'sha chiqazib yuborish oldidan mana 2.5 ga 3 karavotlarimiz standart holatda. 5.5 million so'm. Taxta kerak emas deyishadigan bo'lsa, odatdagidek 1 million so'm skidka, 4.5 million so'm. Agar yo'lkiran o'zim qilib olib chiqib ketaman desa, uni skidkasini chiqarib beraman. Yana uni ham chiqarib tashlaymiz. Albatta, bemalol. Chunki haliga uni ko'rib, buni ko'rib har xil savol bizga ham bo'ladi-da. Sexi ishi bilan ko'chani ishini toqcha farqi bor. Albatta. Masalan, taxtani ham haliga nimasi emas, baqo'zidan qo'yamiz. Puli qo'shilaveradi-da, har materialga, boshqaga bo'lganda. Yana bitta qullayligi, bu yig'ishtiriladi. Ponni oshiq-moshiqli, mana ponni shuna 70 sm va 30 sm joyga taxlanadi va bemalol qishda ana shu yerga kirgizib qo'yasiz, yozda yana kunduz chiqib olib chiqib qo'yasiz bahorda. Mana bu yerda men nerjev ekamiz, kecha bittasini sotdik. Yomg'ir, qorda ham zanglamaydi. Hech narsa bo'lmaydi, mana xohlansa bundan. Buni ham o'sha yig'ishtiriladigan qilganmiz. Bu o'sha oldin qilib qo'yganimiz. Bunimiz o'sha 6 million so'm chiqadi. 6 million so'm. Yig'ishtiriladigan varianti. Komplektida yog'ochi bo'ladi, taxtalari bo'ladi, hamma narsasi bo'ladi. Agarda taxta kerak emas deydigan, uni ham skidkasini chiqarib beramiz. Mana bu yerda rangini mana xohlagan svet urilishiga ko'rsatib, mana
bemalol puli bir xil, xohlagandan tanlangandan qilib beraveramiz. Mana bu yerda mana sal sifetini, bezagini boshqacharoq qilib qilingan. Shakllarini, Shakllarini, puli bir xil, qo'shimcha yo'q. Xohlagan nimalarda, ideyalarda xohlansa oq, hozir masalan qarshiga bitta oq kacheylar bilan nimani chiqazib yubordik. Klient o'ta menga zarur deganlar uchun reklamaga to'xtatish ilojisi bo'lmadi. Chiqaztirib yubordim. U ham o'tgan safargida ham qarshiga chiqazib yuborgandim. Bugun boya ortib chiqib ketishdi, u oqqa urib bergandi. Bu karavotlarni sal kattaroq qilib berdim. Razmer zakasni. Endi aytmoqchi edim, oshxonangiz bor yoki boshqa uyingizda ko'pchiliksiz, so'ri kerak bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari misol uchun so'rtoq qilmoqchisiz, darvozaxonaga bunaqa kaziroklar, boshqalar qilmoqchisiz. Hamma narsa. Bemalol hammasini xudo xolasa bu akamizlarga topshiraverasizlar, o'zlari chotki, sidqidildan chiroyli xizmat qilib beradilar. Masalan, Telegramdan rasmdan tashlab beramiz. Agar o'zingizda yoqtirgan forma bo'lsa, uni tashlasangiz, u bo'yicha ham ma'lumotlashaveramiz. Kutgandan bu darvoza kachinglar nima bo'lsa qat'iy nazar. Ahamiyatsiz. Suvarkadan chiqadigan narsa bo'lsa, borki, hammasini Xudo xolasa qilib beramiz. Yashang. Maqtanib katta gapirish uchun emas, qo'lda qilingan ishlar. Masalan, shuncha dorozalarimiz, bor o'ynagan joylar, hamma biladi. Qo'ldan kelgancha biz ham xizmatdagi odammiz. Xohlansa mana qilib, stolini ham qilib beramiz. Ha, mana bunday qilib, ha? Xohlansa, klient talabiga qarab, xohlasa gulini mana unga podsvet qilib desalar qilib, rangini, xon qilib beramiz. Ha. Gilam deysa, gilam bilan qilib beriladi. Klient talabi. Klient talabi. Agar sizga tepasi bilan yopiq kerak bo'ladigan bo'lsa, u besetka variantda qilib berishaveradi. Shuning uchun ko'ngilni to'q qilib aloqaga chiqib qolsa yoki nomer saqlanib qo'yasizlar va tanish bilishlaringizga bemalol qo'rqmasdan tavsiya beraverasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishadi. Qo'shni davlatlarga esa neytralkaga yetkazib berishlari mumkin bo'ladi. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab besplatni xizmatdamiz. Aloqa chiqaveringlar. Majburga ko'rgansiz bitta like bosib qo'ying. Rahmat. Ishlaga omad. Rahmat.